Yo. Hamma salomda sizlar bilan Fastcraft. Bugun videomizda qishloq hayoti birinchi qism. Bu yangi video. Temir ishni yomon ko'raman. Mayli necha hech elektromaslik uchun cho'ta ishchi chaqirdim, kelmabdimi? Salomlashdimi? Kim? Men ish chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirdim. Ket. Bir kun uyda tunab turgani joy yo'qmi? Bor, ket. Ertalab turib ishlarman. Qani ish qilib? Yuz chiroyli ekan. Yotoq kerakmi? Ha, shunday tashlab bersangiz, tashqarida bo'lsa ham uxlayveraman. Ma. Hop, ertalab ko'rishamiz. Bo'pti. Tegmi? Yur. Akama, mana nima? Qani kirib kelchi. Chiq. Bu narsada bor ekan. Chiq. Ko'rdim xolos. Chiq. Oching. Uka, sen anetta turib turganmi? O'zim ochaman, chiqasan. Chiq. Oching. Chiqdim, nima ish kerak? Bog'bonchilikning hamma ish qo'limdan keladi. Keladimi? Ha. Yurchi. Yur. Mana ketyapman. Yur, mamaytlar yulib chiqasan. Ekasan boshqatdan. Bering. O'sgan maytlarni ham o'sganlarni ashtan qilib chiqasan. Qishloqlarda hayda. 30 chiqsa boshqatdan urug'idan ekkin. Men bir tangingga ishlayman, ha. Bir tangi. Ovqat bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'pti-da, ukam tezroq ishni qil. 3 ta go'sht beraman. Pishgan. Urilib ketdim. Yo urasanmi? Yo. Bo'ldi, ishingizni qilavering. Qalmoqlar, yo o'zim urib beraymi? Qil. Yo'q. Ketavering. Men yonimda odam ishlaysa g'alati bo'laman. Bo'ldi, ukam, poylab turaman. Hop. Aka? Ha, So'rash bor edi. nima? Bu shaharda rostdan siz sotib olganmisiz? Yo'q, boshqa sotib olgan. Men sotib olaman-da. Rostdan sizni Fastcraft boy deyishyapti. Ya, ashi bilmanda, ukam. Rostdan. Ha, Aka, men sizni anchadan beri kutib yurdim. nima? So'rash bor edi. Nima so'rashing? Meni uyim yo'q. Akam bilan tashqarida qolganman. Meni uyim men yashaygan joy xonada. Iltimos, ozgincha yordam qilib bering. Istak faqat loy bersangiz ham bo'laveradi. To'rtcha bo'lsangiz qurib olaylik. Uka, yurgasa ishni to'xtat. Yigitlarni nima uryapsan? Ishni to'xtat dedim, uraman. Hop. Yur orqamdan. Yur. Tezroq bo'l. Keyin uryapsiz. Akam chaqirib kelaman, ketdim. Chaqirasam uy bermoqchi edim. Bermay qo'ying. Akam chaqirib kelaman. Bor yo'qol chaqir. Akang, olib ketmandi. Bermayman endi. Uxlashga ketmaydi, tushundingizmi? Bor akang chaqir. Yorvoraman, tushundingizmi? Gaplashaman hali siz bilan, tushundingizmi? Bor yo'qol. Qani akang? Voy, Mana aka, o't. bashara ham buzaman, tushundingmi? O't bunaqa. Loy, voy. Uy bermoqchi edim. Fastcraft, loy. Ukangga uy bermoqchi edim, yo'q deb akani chaqirib kelaman deb ketdi. O't bunaqa. Aldayapti, uryotdi. Sen nima meni ukam urding, zo'r bo'lib qolding, qurolingni tashlab urishami? Aqlingga qurolingni tashlab urishish? Kanishna o't. Sen bilan gaplashamiz hali. O't, tug'. To'xta berib, ana ketyapti.
Sen buzma o'qidan gap qilmang. Ko'tingga mani o'qitib qo'yaman. Tushunmadim. O'z yoningga o'taymi? O't ke. O'tyapman mahki yonimga. Yur. Mahki. Hozirda. Ke meniga. Qay qo'yapsan? Boraymi? Ha, qay qo'yapsan? Kirolmaysanmiz, oyog'ing yo'qmi? Ha, oyog'im yo'q. Ko'ryapsizlar-a, bu shunchalik kibr bo'lib ketgan. Oldin qashshog'ingni mendan 200 so'm so'rab yurardi. Boqmaysan ke. Hozircha o'zcha meni boyligimni o'g'irlab olib kuchayib qoldi-da. Boqmaysan. Ke. Bot. Mana Qur'on tashlab urishamaysanmi? Ha? Ko'ryapsizlar, odam qadri yo'q. Nimaga kiryapsan? Do'stlar, narsalarni olinglar. Ay do'stlar. Satto uydan tirilaman men havoyim. Bahki va it. Bo'lmadi, bahki. Zo'rmisan shunchalik, bahki? O'lib ket. Ke, zo'rmisan? Zo'rmisan shunchalik, ke? Ke, ve. Shunchalik zo'rmisan shunchalik, ha? Ha, ve. Uying buzib yuboraman, tushundingmi? Do'stlar, asab buzadi, mayli kelib olib. Biror uyga kirib olib. Senga qancha pul kerak? Mayda, hamma pulni beraman. Pulmi? To'xtab tur, tashqariga chiqib gaplashamiz. It. Tashqariga chiqib gaplashamiz. Do'stlar, boy narsalarni o'g'irlab qochdim. Do'stlar, qochdik. Do'stlar, ko'rganlardek boy narsasini olib qochdik. Endi akamning yoniga qochamiz, tezroq boy kelmasdan oldin. Boy bo'pti. Maka haram tutib olsin. Fikini. Keve, zo'rmisan unchalik? Ha, o'lsam ham suv narsalarning suvga tushadi-yu, o'lik. O'liga. Bo'ldi suvdagi narsalar. Do'stlar, mana ko'rganda uyga kelib oldim. Do'stlar, bugungi video to'xtatamiz.